Assalomu alaykum. Oxirgi kunlarda shifoxonamizga ko'p davom etadigan isitma bilan bemorlar murojaat qilishadi. Noma'lum sababli isitmalarni 5 ta katta sabablari bor. Birinchisi bu 30-40% sabablardan biri bakterial va virusli infeksiya. Bakteriyadan tuberkulyoz bo'lishi mumkin, brutselyoz bo'lishi mumkin va boshqa bakteriyalar, stafilokokk, streptokokk. Ikkinchi o'rinda viruslar hisoblanadi. Sitomegalovirus, Epstein-Barr virus. Bu viruslarga tashxis qo'yish uchun spetsifik polimeraz zanjir reaksiyasi qonning zardobida va qonning hujayralarida o'tkazish shart bo'ladi. Parazitar infeksiyalar, bu toksoplazmoz yoki malariya, O'zbekistonda hozir malariya uchramaydi va zamburug' kasalliklari, gistoplazmoz bilan kriptokokoz bo'lishi mumkin. Ikkinchi katta guruhi bu 20-30% tashkil qilar ekan, bu autoimmun kasalliklar. Autoimmun kasalliklar degani immunitet o'zimizni hujayralarimizga qarshi ishlab yallig'lanishni chaqiradi va shu natijasida isitma ko'tariladi. Uchinchi o'rinda turadigan sabablardan biri bu onkologik kasalliklar. U 10-20% ni tashkil qiladi. Limfomalar bo'lishi mumkin, qon kasalliklari bo'lishi mumkin yoki ichki a'zolarni saraton kasalligi ham uzoq davom etadigan isitmani chaqirishi mumkin. Qolgan 10-15% da boshqa sabablar bo'ladi. Bu dori vositalardan ham uzoq davom qabul qiladigan bo'lsa, isitma bo'lishi mumkin. Bu dorilarga lekarstvenniy allergiya deydi. Bu dori vositalarga qarshi allergiya rivojlanganda ham isitma berar ekan. 4-o'rinda boshqa sabablar turadi. Ular 10-15% tashkil qiladi. Bularning orasida dori vositalariga qarshi rivojlangan allergiya, buni lekarstvenniy allergiya deydi, tromboembolik kasalliklar, qalqonsimon bezi kasalliklari, sarkoidoz va boshqa holatlar. Ya'ni 5-o'rinda bo'lsa, biz aytamiz 4 ta guruhga kirmagan sabablardan biri u juda ham kam holatda chaqiriladi va uni tashxisini qo'yish juda ham qiyin. Bu yerda nima muhim? Agar isitma 3 haftadan davom etadigan bo'lsa va antibiotiklarni ta'sirida agar shifokor antibiotik buyurgan bo'lsa yoki boshqa virusga qarshi preparat buyurgan bo'lsa yoki shifokor buyurgan boshqa preparatlardan isitma tushmaydigan bo'lsa, buni sababini albatta qidirish kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda biz shu sitomegalovirus va Epstein-Barr virus va odam gerpesi 6-turidagi viruslarni shu holatlarda, ya'ni isitmalagan bemorlarda aniqlashni yo'lga qo'yganmiz. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Bemorda qonidan qonni zardobida va qonni hujayralarida shu 3 ta virusni miqdorini aniqlab beramiz va agar aniqlangan holatda va 6 yoshdan katta bo'lgan bolalarga va yoshi katta odamlarga virusga qarshi preparatni taqdim etamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarni kutamiz va sizni kasalligingizni, ya'ni noma'lum sababli isitmani bartaraf qilishda yordam beramiz.